Assalomu alaykum qadrli futbol muxlislari, futbol sevar do'stlar, har doimgidek O'zbekiston va qit'amizda ro'y berayotgan eng qiziqarli futbol xabarlari bilan Osiyo futbol kanali o'z ishini boshlaydi. Qadrli do'stlar, sizga O'zbekiston va Osiyo futbol xabarlari qiziq bo'lsa, albatta kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Bugun ham bir-biridan ajoyib xabarlarni taqdim etamiz. Qadrli futbol muxlislari, Saudiya Arabistonidan chempionlikni qo'lga kiritgan U17 terma jamoamizning Jahon chempionatidagi bo'lajak o'yinlari va umuman olganda barcha jamoalar nomi aniq bo'lgan va savatchalarga ajratilgan. Xo'sh, O'zbekiston U17 terma jamoasi qaysi savatchadan o'rin egallagan va jahon chempionatidagi barcha ma'lumotlarni taqdim etamiz. Ekran oldiga yaxshilab joylashib oling, biz boshladik. U17 jahon chempionatiga qur'a tashlash marosimi 24-may kuni bo'lib o'tadi. Ayni paytda turnirda ishtirok etadigan barcha 48 jamoa nomi aniq bo'ldi. Demak, quyidagi savatchalar tarkibi: birinchi savatcha mezbon Qatar, Braziliya, Fransiya, Mali, Germaniya, Meksika, Argentina, Yaponiya, Angliya, Paragvay, AQSh, Senegal. Ikkinchi savatcha Janubiy Koreya, Italiya, Marokash, O'zbekiston, Belgiya, Chili, Yangi Zelandiya, Xorvatiya, Kolumbiya, Gonduras, Venesuela, Burkina Faso. Uchinchi savatcha Kosta-Rika, Tojikiston, Indoneziya, Panama, Shimoliy Koreya, Cote d'Ivoire, Tunis, Yangi Kaledoniya, Kanada, Janubiy Afrika Respublikasi, Avstriya, Gaiti. Va so'nggi 4-savatcha Boliviya, Chexiya, Misr, Salvador, Fiji, Portugaliya, Irlandiya, Saudiya Arabistoni, Shveysariya, Birlashgan Arab Amirligi, Uganda, Zambiya. Jahon chempionati 2025-yilning 3-27 noyabr kunlari Qatarda bo'lib o'tadi. Qur'a natijasida jamoalari 12 ta guruhga bo'linadi. Guruhdan dastlabki 2 o'rinni egallagan termalar hamda 3-o'rinda band etganlar orasida eng yaxshi ko'rsatkichga ega bo'lgan 8 ta terma jamoasi 1-16 finalga chiqadi. Qadrli futbol muxlislari, demak 24-may sanasida O'zbekiston milliy terma jamoasining bo'lajak raqiblarini bilib olamiz. Demak, O'zbekistonga raqib bo'lmaydigan jamoalar haqida ma'lumot berib o'tamiz. Bular Janubiy Koreya, Italiya, Marokash, Belgiya, Chili, Yangi Zelandiya, Xorvatiya, Kolumbiya, Gonduras, Venesuela, Burkina Faso jamoalaridan tashqari 1-, 3- va 4-savatchadagi xohlagan jamoa O'zbekistonga raqiblik qilishi mumkin, faqat Osiyo jamoalaridan tashqari. Misol uchun, 1-savatchada Qatar va Yaponiya jamoalari O'zbekistonga hech qachon raqib bo'lmaydi, chunki bular Osiyo qit'asidan, va 3-savatchada Shimoliy Koreya terma jamoasi va Tojikiston O'zbekistonga raqib bo'lmaydi, chunki bular Osiyo qit'asidan, bular o'zidan nimchorak yoki chorak finalda raqib bo'lishlari mumkin va 4-savatchada Saudiya Arabistoni va Birlashgan Arab Amirligi terma jamoasi ham O'zbekistonga raqib bo'lmaydi, ya'ni qur'a tashlash marosimida. Demak, 24-may sanasida barcha jamoalarning raqiblarini bilib olamiz. Shu bilan birgalikda Islom Ismoilov shogirdlari ham bo'lajak mundialdagi raqiblarini bilib olishadi. Umid qilib qolamiz, albatta O'zbekiston U17 terma jamoamiz noyabrda bo'lib o'tadigan mundialda juda yaxshi ishtirok etib, balki jahon chempioni bo'lishlariga ishonamiz. Sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarimiz hozircha shulardan iborat. Albatta keyingi xabarlarni o'tkazib yubormaslik uchun kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Biz yana gaplashamiz. O'zingizni ehtiyot qiling. Salomat bo'ling.